Mana Johan Cruyff Arena, Ajax futbol jamoasi shu yerda o'yinini o'tkazadi. Keyin dahshat atmosfera, o'yin payti bilish kerak-da buni. Atmosfera. Keyin bu stadiondan o'yin tugagandan keyin yoki o'yindan avvalmi mana shunday ko'ngilochar bar, kafe, restoranlar bor ekan. Mana bu yerda xalq ham shu yerda mana mazza qilmoqda. Biz mana bu xitoylik do'stimiz bilan rasmga olib qo'ydi. Mana bular afrikalik do'stlarimiz shekilli. Nima bo'lganda ham biz Ajax arenadamiz. Taassurotlar o'zgacha, вообще. Xullas, ko'ramiz ichkariga obzor berishsa, tutilsak agar yaxshi bo'lardi. Ko'raman, hozir ichkariga ruxsat berishsa, u obzor qilishni qilaman. Ichkaridan ko'ramiz. Mana afsonaviy Johan Cruyff nomiga berilgan arenada bu bilmadim 70-yillari afsonasi. Ajax jamoasida hozir men eslasam hozir aytaman. Ruud Gullit, Van Basten, tak yana kim bor? Veya degan o'yinchisi bor. Afrikalik kelib chiqishi George Weah. Xuddi ularni Ajaxning eng gullagan davrida edi. Van Basten, Ruud Gullit mana shu anaqada to'p tepganda, jamoada to'p tepgan.